Mana Denizli shahriga yaqinroq joyda joylashgan Pamukkalaga keldim. Mana bu Pamukkalani demak bu yerda milodiy 3-asrda Vizantiya davlatini qasri bo'lgan ekan. Bu Pamukkala katta shahar bo'lgan ekan. Tarixiy shahar. Nima bu qoldiqlarim ekan bu? Nima uchun bu yer Pamukkala deb ataladi? Bu 1988-yildan buyon UNESCO tasarrufidagi joy hisoblanadi, tarixiy joy hisoblanadi. Pamuk degani bu turk tilida paxtani bildiradi. Bu Pamukkalani yuqoridan qaraganingizda xuddi bir paxtaday oppoq bo'lib ko'rinadi. Shuning uchun Pamukkala deyiladi. Karbonat angidrit ta'sirida shu oq rangga kirgan deyishadi. Ya'ni asl rangi shunday oq beyaz rangga olgan deyishadi. Ajoyib. Suvni ham yer ostidan 30-35 darajada iliqlikdagi suv otilib chiqadi. Men hali kirmadim. Mana bu yerda kiriladigan joy ekan. Herapolis debdi. Qadimiy o'sha Vizantiya davridan bor bo'lgan hududlar bu yerlar. Pamukkalaga kelsangiz mana bunday joyda o'tirib ovqatlanib olsangiz ham bo'ladi. Tog' yonbag'irlarida mana shunday chiroyli sharoitlar qilingan. Demak bu yerga to'lash kerak ekan. Men mana buni to'ladim, ya'ni 30 euro to'ladim. 30 euro to'lab, endi Pamukkalaga kiraman. Mana bu yerdan kiradigan joy demak teatr, qadimgi o'sha qadimgi Vizantiya davlatining teatri bor, travertenlar bor, muzey bor, Pamukkala bor. Tog'larning go'zalligini qarang. Havo issiq, shu 35 darajalar bo'lsa kerak. Yog'ingarchilik yaxshi bo'lgan shekilli, o'tlarni qarang, qanaqa chiroyli. Mana bu yoqdan kirdim. Mehmonlar uchun, demak turistlar uchun 30 euro ekan. O'zini turk fuqarolari tekinga kirib ketyapti. Men alam qildi menga to'g'risi. 30 euro to'lashga arzirkanmi? Kirib ko'raychi.